Xo'p akalar, Santiago akalarimiz izillab qidirib yuradigan nasatkalarni ko'rsatmoqchiman. Birinchi nasatkamiz Santiago turbada suv oqib turgan jarayonda suv to'xtatib ishlar olib boradigan nasatka. 20-25-32 lik razmerlari bor. Ikkinchi nasatkamiz bu Santiago turbaga tashqi rezerv ochadi. Bu Amerikanka ichiga отходlarni tozalab yana ishlatsa bo'ladigan qiladi. Bu nasatkamiz smestitel ключи bo'ladi. Ключlar ne standart bo'ladi bilsanglar. O'shaning Santiago ключ nasatkasi ключi. Xo'p, buni ko'radigan bo'lsanglar, Santiago turba ichki rezervlarini tozalab, bemalol yana ishlatsa bo'ladigan qiladi. Bu ham ichki rezerv ochadi, отходlarni tozalaydi. Bunimizga keladigan bo'lsa, radiator ключ bo'ladi, universal ключ. Hamma radiatorga tushadi, bemalol yechishlaringiz mumkin radiatorlarni. Bu nasatkamiz ichki rezerv ochadi Santiago turbaga 20-25 lik razmer. Oxirgisi mana bu nasatkalarimiz 20-25 lik razmeri bor, tashqi rezerv ochadi, bu tomoni ichki rezerv ochadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Kommentariyaga kimga qaysi qiziq bo'lsa yozib qoldiringlar, direktdan javob beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mavjud.